Bu suvni ko'ryapsiz rangini. Mana shu suv 1947-yil ishlab chiqarilgan, ya'ni oltin gugurtli suv. Bu narsa odamga davo bo'lar ekan, ya'ni tanasiga bu suvda yotsa. Hozir opa nechta xil kasallikka dori bo'ladi bu suv? Bu asosan bu oltin gurgutli suvimiz revmatizm, poliartrit, bo'g'in og'riqlariga, kuyganlarga, toshma toshganlarga foydasi, sahrli diabetlarga, psoriazlarga hamma yo'qa Davosi bor. davosi bor. Ya'ni o'zi mana shu rangi, mana shu qora suvmi? Shu boshqa rangda chiqadi. Odamni davolaydi. Davolaydi. Ya'ni hozir yosh kattalar, yosh kichkinalar farqi yo'q. Farqi yo'q. Qanaqangi yoshda bo'lishidan qat'iy nazar kelib davolansa bo'ladi. Kelib davolansa 1947-yili ochilgan sanatoriya. Respublika bo'yicha birinchi marta ochilgan sanatoriya, ya'ni Chimyonga kelganmiz. Chimyonni Kon degan joyiga birinchi marta o'z sanatoriyani reklama qilyapmiz. Video shoshilmay ko'ring. Ota-onangiz yoki o'zingiz qanaqangi dardingiz bo'lsa, eshitib borsa, hozir opamizdan intervyu olib boramiz. Qanaqangi kasallarga bu yerda davo topishadi, nimalarga shifo bo'ladi, hammasi ma'lumotiga ega bo'lasiz. Bitta qiziqarli narsa, bochka bilan davolash uslubi ham bor ekan. Ya'ni badaningizga asal yoki tabiiy giyohlarni surkashib, ya'ni yosh katta hamda yoshlarga bu yerda shunday kirar ekansiz, mana ko'ryapsiz, sirazi par beradi badaningizdagi qayeringizda og'riq bo'lsa, shu parlar ham yo'qotadi, to'g'rimi? Shu par orqali. Hozir bu yer bochkaga davolanishda qaysi kasalliklar davolaydi bochka? Shamollashlarga, bo'g'im og'riqlariga, erkaklar, prostalarga davolanadi. Prostataga davo bo'ladi. Ya'ni asosiysi prostatasida kasalliklar bor. Siydik tutolmayotganlar bo'lsa ham, shularda ham davolar ekan. Yana bitta joyi bor, ko'rsam, shoshilmay videoda ko'ring. Ko'rib turgan narsaning parafin ekan. Ya'ni bu eritib turib, idishga qo'yib, oyog'ini qo'yadi shunga, to'g'rimi? Ya'ni shamollashlar, sovuq o'tishlar, zaxarlarni kesib oladi, to'g'rimi? Yana nimani davolaydi bu parafin? Bo'g'im kasalliklariga yaxshi, kuyganlarga yaxshi. Kuyganga ham foydasi bor parafin. Oyoq og'riqlariga yaxshi. Shuni eritib, quyib, chiqib turib, hozir opa bitta kelganda bir 15-20 ta odam yotib parafin olsa bo'lar ekanda, birdaniga. Haftani har kimda joyimiz bor. Bitta kirg'izib, bitta chiqarib, shunaqa qilib davolaysizlar. Ya'ni parafin bilan davolash ham bor. qon aylanishlarga yaxshi, bo'g'imdagi tuzlarga, polni eritadi. kasalliklar. Yana bitta joyi bor, shoshilmay ko'ring. Sanatoriyamizda yana bitta profilaktik xonalardan bittasiga kelganmiz. Mana shu xonalarda ko'rib turganlaringda har bittasida massaj olishadi. Ya'ni fizioterapiya, massaj, ya'ni tanadagi og'riqlar, tuzlar eritishadi. Ya'ni polnisi professional massajistlar massaj qiladi badaningizni. Ya'ni yosh katta insonlar, belida, bo'g'imlarda og'rig'i bor. Ya'ni vanna ko'rdingiz, bochkani ko'rsatdim. Massaj, bundan tashqari kapelnitsa suvlash, ukol ham qilishar ekan. Hozir sanatoriyamiz haqida yana boshqa ma'lumotlarni ham berib boraman, kapsulalargacha bor. Yana bitta xona, qiziqarli xona, xonalar ko'p ekan, lekin odamlar yotibdi. Bu kislorod xonasi ekan. Bu yerda qanday dardlarga davo bo'ladi bu kislorod? Bu bo'g'im og'riqlariga, shamollashlarga, keyin davlinasi borlarga, sahri borlarga foydali. Foydali, ya'ni tanadagi teshiklarni ochadi. Tanadagi bo'ralarni ochadi, asablarni tinchlantiradi bu. Ha, asablarni tinchlantiradi. Asablarga asosiy. Asosiysi asablar. Yosh bolalarga ham foydalansak bo'ladi bundan. Asabiy bolalarga. Asabiy bolalarga, kelib davolansa bo'ladi. og'riqlar bo'lgan bolalarga ham foydalansak bo'laveradi. Yana bitta joyi bor, ko'rsaman, bu kislorod. Sanatoriyamiz haqida bitta ma'lumot olib ketyapsiz, video shoshilmay ko'ravering. Yana bitta qiziqarli narsa, bu yerda hijoma bilan ham davolashar, ya'ni ayollarda ayol hijoma qilar ekan, erkak kishi hijoma qilar ekan. Ya'ni hijoma olib, qonlarda badandagi barcha og'riqlarni chiqarishga eng qulay bo'lgan sanatoriyalardan bittasi. Bu shunchalik sirazi ota-onani yoki o'zingiz olib keling. Putyovka bo'lish shart emas. O'sha sanatoriyamizda yana bitta qiziqarli narsa, ko'rib turgan kapsulalaringda insonlar bu yerda lecheniya, fizioterapiya aytgandek, suvda davolanadi, massaj, parafin, hammasi. Yana bitta qiziqarli narsa, tomirdan ukol, kapelnitsa qo'yish, hamma narsa qilinadi bu yerda. Ya'ni ukollar bilan davolashadi. Bundan tashqari bu yerda oilalar kelsa, общий joyda yotmayman deganlar kapsulalar qilib qo'yilgan. Kapsulalarda yotib ertalab turib davolanishaveradi. Mana qarang. Ichida sanuzili, yotoqxonasi, hamma narsasi, konditsioner, sharoit, televizor, Wi-Fi, hamma narsasi bor. Shunday kelib, faqat ota-onangizni olib kelsangiz, bu yerda Konchilar sanatoriyasida davo topasiz xolos. Toza havoligi. O'zi bilasizlar, Chimyon o'zi toza havoli joylar. Bitta odamlari ham yaxshi kelsalar ham bo'laveradi. Bundan tashqari, yana yotoqxonalarimiz ham bor. Bu yerda mana qarang. O'rtag'iz bilan, ayolingiz bilan kelsa, bu yerda televizor ko'rib, Wi-Fi dan foydalanib, sanuzil, xullas lecheniya olganingizdan keyin sanatoriyamizda o'g'il bolaga men sanatoriyani bunaqa zo'rligini birinchi marta ko'rdim. Sanatoriya haqida ma'lumotga ham ega bo'lyapman. Kelinglar, aytganimdek, yana bitta joylar bor, ko'rsaman, shoshilmay ko'ring, maza qilasiz. Qiziqarli joy, sanatoriyamiz ko'ryapsiz, daraxtlar xuddi o'rmonga o'xshaydi. Mana tog'alarimiz ham shu yerda davo topishyapti. Yana bitta qiziqarli narsa, fizioterapiya bo'limiga kiramiz hozir. Bitta Mesesar opamizdan hozir ma'lumotlar olamiz. To'g'risi sanatoriyada juda ko'p narsalar bor ekan. Hali bitta kelgan odam men o'ylar ekanman, sanatoriyaga borib, ikol olib, dori ichib yotadi deb o'ylar ekan. Bunchalik narsalar borligini o'g'il bolaga bilmadim, to'g'risi. Keling, bir chekkadan boshlab kelaylik. Bu nima xonasi, opa? Bo'lim boshlig'ining xonasi. Bo'lim boshlig'i xonasi. Bu-chi? Lazer. Bu tomonda ham davolash xonalari, qarang, даже massajli apparatlar ham olib kelib qo'yishgan. Mana bu yerda ham massajli apparatimiz turibdi. Elektrический massaj qiladi. Hozir mana shu yerda bitta ishdan opamizdan ma'lumot olamiz. Bu yerda asosan opa, siz nimalar bilan davolaysiz? Biz elektr bilan davolaymiz. Elektr bilan davolaysiz. Ya'ni elektr bilan. Mana shu apparat elektr bilan davoladimi hozir qora
Yo mikrofonmi nima u? Ultrazvuk apparatimiz. Asosan tuzlarga, bo'g'imdagi og'riqlarga, kuyganlarga Shularni davolaysiz. davolaymiz. Tuzlarga. Tuzlarga asosan. 3-4 xil apparat bor ekan, albatta. Bu darsemal apparatimiz. Bu asablarga qon tomirlarini kengaytirgan, qon aylanishini yaxshilagani qo'yamiz bu apparatimizni. Qo'yasizlar. Xo'p, bu tomon bu xonadelarchi? Bu xonadelarchi, opa? Elektroforezimiz bor. Buni ham Elektroforez. har xil rasvorlar bilan asablarga, og'riqlarga, tuzlarga qo'yamiz bularni ham. Bularni qo'yasizlar. Albatta, ampul puls apparatimiz bor. Bu elektr massaj qiladi. Bu ham 4 xil rastvor bilan qo'yamiz. Og'riqlarga, asablarga, Qo'yiladi. bo'g'imlarga. Bu chiroqchimi, chiroq bog'xona? Bitta kuf apparatimiz asosan bronx yo'llariga, solyukkiz, bronx yo'llariga qo'yiladi bu. Bu narsa nima, opa? Bu sandal u. Sandal, ya'ni yotadi odam, ha? Shamollashlarga. Shamollash. Bu infrarush. Infrarush mu? Ha. Bu miyagami, kallagami? Yo'q, o'pkalarga, O'pkalarga shamollagan joylarga qo'yiladi. Ya'ni o'pkani Sovuq o'tgan shamollash. joylarga qo'yiladi. Tushunarli. Hozir yana bitta xonalar bor, kadr davomini ko'rsating. Narixon Nima deganimni ayting. Azon terapiya, azon bilan davolaymiz. Bitta ikkita xonalarda davolanishyapti ekan, bu tomonda ko'rsatdik, ma'lumotlarni oldik. Bu tomonda azon terapiya, to'g'rimi? Azon bilan davolaydi. Azon bilan Bu azon degani o'zi asli havomi nima u? Azon bilan davolash kislorodni Shunaqa davolaysiz. Bu xonachi? Bu xonachi? bu yangi apparatimiz, Indaba degan apparatimiz kelgan. Shamollashlarga, bo'g'im og'riqlarga davo beradi. Bunisi-chi? Bunisi Massaj massaj xonasi. xonamiz. Massaj xonasi. Bunisi-chi? Bu banka. Banka bilan davolaysizlar. Banka bilan davolaymiz. Ha, odam bor ekan, lishini olishyapti ekan. Bu xonachi? Bu vakuumli apparatimiz, vakuum bilan davolash. Vakuum bilan davolanishadi. Vakuum bilan davolanishadi. Xo'p, bu tomondalarchi mana bu yonida mana bu xona. Bu xonamizda Zinda degan lazer degan apparatimiz bor. Zinda degan lazer apparat. Shunda Bu nimani davolaydi? bu apparatimiz bo'g'im og'riqlariga, shamollashlarga, o't qoplariga davo bo'ladi. Ko'z tomirlariga, asab tizimlariga, bosh og'riqlariga davosi yaxshi. Yaxshi, rahmat. Yana bitta sanatoriyamizda davolanish xonalaridan bittasi bu yerda kislorod bilan davolar ekan, ya'ni maska taqasiz miyadagi barcha stresslarni chiqarar ekan. Asosiy narsa. Ya'ni boshlanishdan aytib qo'yaylik, odamlar ikki kishidan o'tirib olib, bir-biriga qator o'tib, maskani taqib olib, polni toza havodan nafas oladi. Ya'ni xuddiki Himolay tog'ining ustida havo olgandek nafas oladi. Miyadagi kasallar, qon tomirdagi ishlamayotgan hujayralarni uyg'otib yuboradi. Asosiy narsa kislorodning maqsadi shu. Yana bitta oshxonalari bor, ko'rsaman oshxonalarda qilinayotgan ovqatlarda.